Alaq surasi Mekkada nozil bo'lgan. Jami 19 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. U insonni lahdi qondan yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng karamlikdir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Shak shubisiz inson o'zini boy sanab Allohga bo'ysunishdan bosh tortib, rostilla haddidan oshidi. Ey inson, bordigan yering Parvardigoringning dargohidir. Qilmishingga qarab jazoga yoki mukofotga erishsan. Namoz o'qiyotgan bandini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'sqan odamning holini menga aytib bersangchi. Menga uning holini aytib bersangchi. Agar u haddidan oshquchi namozni to'sishning o'rniga to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa yoki taqvodorlikqa amr qilgan bo'lsa, bu uning o'zi uchun yaxshi bo'lmasmidi? Menga aytib bersangchi, agar u Qur'onni inkor qilsa, iymondan yuz o'rsa, Allohning uni ko'rib turadiganligini bilmadimi? U gumrohlikdan yonsin. Agar u buningdan yanmasa, cho'qim uning ko'kulisidan, yolg'onchi gunohkorning ko'kulisidan tutib jahannamga so'raymiz. U o'zining so'rindoshlarini yordamga chaqirsin. Biz zaboniylar, ya'ni jahannamning kuchli qattiq qo'l farishtalarini chaqiramiz. Bu fojir gumrohlikdan yansin. Uningga itoat qilmag'in. Allohga sajda qilg'in. Shuning bilan Allohga yaqinlik hosil qilg'in.